Salom hammaga. Amirxon Alixo'jayev keyingi jangini Fazliddin Karim Madrahimovga qarshi o'tkazishi mumkin. Amirxon Alixo'jayev hozirgacha 12 g'alaba va 5 mag'lubiyat qayd etgan. Fazliddin Madrahimov esa 16 ta g'alaba, 6 ta mag'lubiyat, bitta durang noaniq natija qayd etgan. U Hardcore MMA va Octagon Liga kabi promoushonlarda faol. Muhiddin Mamatjonov bilan 2 marta jang qildi va durang natija qayd etdi oxirgi jangda. Va Fazliddin Madrahimov Amirxon Alixo'jayevga vizit tashladi va Amirxon Alixo'jayev unga shunday javob berdi. Assalomu alaykum. Bitta narsaga achinaman, mana shu Octagon Ligada birinchi mana shu Fazliddinni menga berishganda, bitta boydan keyin menga kelganda men aytganmanki, 3 ta 4 tami, 3 tami boy o'tkazgan bo'lganman. Bu ham jichi urishsin, tekda yana boy o'tkazsin, keyin men olay. Стой, переведи. Он говорит, мне сейчас интересно, вот Фазлиддин говорит, когда он пришел, один бой участвовал, говорит, и мне дали, говорит, его. To'xta, 1 minut. Qachon отказ qildi? Amirxon не Qachon отказ qildi? Amirxon men sen bilan urushaman deb vizit tashadi. Ustoz oldiga bordimda, ustoz ko'ring, Sayat menga vizit tashadi. Olaylik shuni. Urushaylik shun bilan dedi. Bundan shu gapirgandan keyin ответ ham bo'lmadi, men so'radim. Sirazi, bersin menga, men urushay. Amirxon Alixo'jayev Elismar Limaga qarshi jangda 3 raund to'liq ustunlik qila oldi, lekin 3-raundning oxirgi daqiqasida submission orqali mag'lubiyatga uchradi. Va Amirxon Alixo'jayev parterda ko'p marotaba og'ir usulga tushib qolgan, lekin bundan chiqib keta olgan. Fazliddin Madrahimovning esa parterda qanday harakat qilishini Doston bozoriga qarshi jangda o'zingiz ko'rdingiz. Ikkala jangchi ham har tomonlama yaxshi. Amirxon Alixo'jayevning ko'plab janglari muddatidan oldin tugaydi va qiziqarli nokautlar bilan. Fazliddin Madrahimov esa yaxshi himoyalanadi va universal jang qilishga harakat qiladi. Agarda Doston Bozorov boshqa ligaga o'tib kamarni vakant qoldirgan bo'lsa, Amirxon Alixo'jayev va Fazliddin Madrahimov kamar uchun jang qilishi mumkin. Bu ma'lumotlar hali rasman tasdiqlangan emas. Kanalimiz 10 ming obunachi bo'lishiga oz qoldi. Like bosing va obuna bo'ling. To'liq janglar barchasi Telegram kanalimizda.